Husanboy ota G'ofurov o'g'li Husanboy G'ofurov bilan Tomorqadagi uzumzor bog'da bu yilgi hosil uchun harakatlarni boshlab yuborishgan. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz, ota bolaning ismi shariflari bir xil. Husanboy ota egizak farzandli bo'lganida o'g'illariga tabiiyki boshqacha ism tanlangan. Egizaklarning kichigi chaqaloqligida ha deganda tobi qochavergach, diniy ulamolarning tavsiyasi bilan ularga Hasan Husan ismi qo'yilgan. Oltiariqda ota bola adashlarini uzumni uzoq muddat saqlovchi mirishkorlar sifatida yaxshi tanishadi. Chunki ularning xonadonidan yil bo'yi uy sharoitida saqlangan uzumlarni topish mumkin. Ko'rib turganimizdek, orqa tarafimizda 10 sotili bog'imiz bor. Shu bog'imizda 25 xildan ortiq uzumlarimiz bor. Yana qo'shimcha 3 ta bog'imiz bor. Endi chetda yetishtirilgan uzumlarni tajriba qilib keldik. Shundan eng chidamligi uzoq muddat turgani o'sha o'zimizda oq kelin barmoq bilan Husayn uzumlarimiz yozda uzum pishgungacha turadi. Ramazon oyida saharlik va iftorlik uchun qolaversa, Navro'z bayrami shodiyonalarida xalqimizning dasturxoniga ko'rk bag'ishlasin deya anchagina uzumlarni hozirgacha saqlab keldik deydi bog'bon ota va ko'p yillik izlanishlar haqida so'zlab ketdi. Otaxonning aytishicha, uy sharoitida uzum saqlashning 3 xil usuli bor. Tokda atrofini o'rab saqlash, uzumni bandi bilan uzib olib saqlash, bandiga qo'shib novdasidan qalamcha qilib qirqib olib, shu qalamchalarni suvga solgan holda saqlash. Qanaqa qilib xalqimiz dasturxoniga shu chiroyli qilib uzumlarni yetishtirib yesak, qanaqa qilamizligini deb har xil usullarda izlanib ko'rildi, yillar mobaynida. Hozir 54 yil bo'ldi. 6-7 yilda chaqida uzum pishingga doğru yo'llarni topdik shu izlanib. Biz har xil suvlarni ham quyib tajribani o'tkazdik. Oddiy suvni ham qaynatib, sovutib ham quyib, haligini quyib ko'rdik. Shakar solib ham ko'rdik. O'z bilsangiz, ilgari gullarga shakar solib turibdi, solib qo'ysa ham so'lmay turadi. Shuna qilib ham ko'rdik. Uni uzumga hamcha nimasi yo'q ekan. Oxirgi to'xtalgan nimamiz, mana shu oddiy o'zimizda artizon ichimlik suv bor-ku, ana shu suv yaxshi turyapti. Shu qalamcha solib qo'ying, xuddi tanasida ma'lum miqdorda amal olib turadi-da. Bugun yurtimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tomorqalardan, dala chetlaridan unumli foydalanish targ'ib qilinyapti. Bu bejizga emas. Oilamiz misolida aytadigan bo'lsak, ro'zg'orimizning butligi tomorqalarimizdagi uzumzorlardan va mehnatimiz ortidan deya ota bola adashlar bu yilgi bog'dorchilik ishlariga ham astoydil kirishib ketganlar.